Kechagina O'rta Chirchiq tumanida fojia yuz berib, bir xonadonda portlash sodir bo'lgan va 3 farzand, bir ota yong'inda qolib ketib halok bo'lishgan. Kuni kecha mana shu yerda bir xonadonda 4 ta o'lik chiqdi. Bir ota 3 farzandidan ayrildi. Onasi va qaynonasi mana shu ikkinchi etajdan tashab, o'g'illari qutqarib tepasidan tashab, beli va oyoqlari sindi. Hozirda больницada yotibdi. Bu yerda bunaqa holat, bunaqa vaziyat hech kim boshiga tushmasin. O'rtoqlar, kreditga olgan yangi Cobalt bu ham yonib kul bo'lgan, mana konserva bankasiga aylangan. Sizlardan iltimos, bu videoni maksimal tarqatib, kim qancha qo'lidan yordam kelsa, shu kartaga o'tkazib qo'yishinglarni iltimos qilib qolamiz. Bir oilaga juda ham yordam zarur. Qo'lingizdan kelgancha yordam qilib, qancha bo'lsa ham o'tkazib qo'yishinglarni iltimos qilib qolardim. Sog' bo'linglar, rahmat hammaga.